Qaysi kunni ham aytish qiyin. Mana 10-moy desak, plus minus 26 soat chiqadi. Shu bilan 9-11 moyda olamiz. O'zbekiston ustidan qulab ketadigan payt 3-4 marta uchib o'tadi O'zbekiston. Boshqa joylardan undan ko'p o'tadi. O'zbekiston usti atmosferadan kirayotgan bo'lsa, ko'rsa bo'ladi. Juda yorqin voqea. Uzoqdan ko'rinadi, chunki tezligi 28,000 soat atrofida bo'ladi. Shu tezlikda atmosfera bilan to'qnashganda apparat yonib ketadi. Shuning uchun uzoqdan ko'rinadi. Kosmik apparatning qayerga tushish borasidagi aniq ma'lumotlarni keltirish biroz vaqt talab qiladi. U hozirda kadrlardagi kabi yer atrofida aylanib uchmoqda. Infografikada ko'rsatilgan hududlar esa Kosmos 482 ni qulash ehtimoli bor manzillarni aks ettirgan. Oxirgi 3-4 soat qulashdan oldin aniq bo'ladi. Shu tushadigan rayonda odamlarga aytilishi kerak. Chunki yarim tonnali Veneraga qo'nilgan qismi bor shu apparat. Bu qismi titan metalldan ishlab chiqarilgan hasharobrazniy qism, vazni 500 kg atrofida. Shu narsa atmosferadan kirib tushadi 99%. To'qnashuv tezligi yer bilan 500 km/soatgacha